Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Yaxshimisizlar? Tanijoninglar sog'mi? Akalar, ukalar, qurilish qilaman deydiganlar. Mana yana bir obyektimiz Samarqand shahridagi 200 kvadratli xonadonimiz. 500 katrka qilib terib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, travertin kerak bo'lsa, atkoslariga tiagalari, taroqlari, detallari kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bizda hammasidan bor. Sifatiga baho beringlar mana. Leskani qaraydi. Qanday chiroyli ko'rinishga ega bo'lyapti. 5 katrka ham tersa bo'ladimi deydiganlarga albatta bo'ladi akalar. Mana ko'rinishga baho beringlar. Hali burchaklariga taroqlarimiz, atkoslariga tiagalarimiz qo'yiladi. Bugun 20-dekabr. Biz hali ham ish jarayonidamiz. Sifatiga baho beriladi. Ko'pchilik so'rayapti, nega ranglari har xilda? Bu yomg'ir qorda tegayotgancha ozroq nam holatda ko'rinib turibdi. Hech qanday sifati o'zgarmaydi. Sifati bomba akalar. Mana terilishiga, shoplariga baho beringlar. Juda chiroyli. Hozir fasad qismini ham ko'rsataman. Oldi qismi bomba. Juda chiroyli. Mana bu yoqlariga tiagalar qo'yiladi, taroqlari, tepalariga filmlar qo'yiladi. Buni ham tugash jarayonini video qilib ko'rsatamiz. Juda chiroyli chiqyapti. Kimga shunaqa xizmatlar, travertinlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlarni qoldiramiz.